Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, bugun sizlar bilan keyingi bitta misolni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumizda o'nli kasrlarga doir bitta misolni ko'ramiz. Xo'p, bu misolni ko'pchilik kasrga aylantirib, keyin qisqartirib ishlaydi. Biz shuni yana ham ozgina osonroq usulni o'rgatamiz. Demak, verguldan keyingi sonlarni sanaymiz. Mana verguldan keyin bitta son bor, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Suratda 5 ta son bor ekan verguldan keyin. Mahrajda esa bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mahrajda 4 ta ekan. Demak, mahraj bitta kam. Bitta kam bo'lsa 10 ga ko'paytiramiz. Agar ikkita kam bo'lsa 100 ga ko'paytiramiz. 3 ta kam bo'lsa 1000 ga ko'paytiramiz. Kamini ko'paytiramiz tenglashtirib olish uchun. Agar suratda ham mahrajda ham bir xil bo'lsa, u yoqda ham 5 ta, suratda ham mahrajda ham 5 ta bo'lsa yoki 4 ta bir xil bo'lsa, hech narsaga ko'paytirmaymiz. Nechi ko'rib turgan bo'lsalar, shuni o'zini yozib olasizlar. Virgullar yo'q bo'lganda nechi ko'rinyapti, shuni yozamiz. Mana 68, 4, 165 yozib olamiz shularni. 68, 4, 165. Mahrajda esa 33, 51, xo'p, 51 и 16. Mana hammasini yozib oldik. Endi qisqartiramiz bularni. 165 33 ga qisqarib ketsa 5 qoladi. 68 bilan 51 17 ga qisqaradi. Buni 17 ga bo'lsak 3, buni 17 ga bo'lsak 4. Mana bu 4 bilan bu 4 16 bo'ladi. Mana bu 16 bilan qisqarib ketadi o'sha ikkita 4. Keyin 10 bilan mana 5 qisqarib ketadi. Bu yoqda 2 qoladi. Suratda hammasi qisqarib ketdi, 1 qoldi. Mahrajda mana bu 2 karra 3 qoldi. 2 bilan 3 ko'paytirsak 6 bo'ldi. Javob 1/6 ekan.